Assalomu alaykum do'stlarim. Mana bugun bizga aksiya. Puli yengil so'raganlar 3,5 milliondan 5 milliongacha shukuramizga qo'zi qo'chqorlar bor. Xohlasanglar taroziga beramiz. Xohlasanglar 3,5 milliondan 5 milliongacha puli yengil deganlarga bemalol kelaveringlar. Endi keyingi qo'tanga o'tamiz. Mana sakrab o'taman. Endi birov xonadoni bo'lsa ham men sizlarga doskaga kecha yozib chiqqan edim. 63%, 65% qiladiganim gapimga javob beraman. Mana bittasini ushlayman. Mana shu qo'chqorni qaranglar. 7 oy, 8 oy mehr berib boqilgan. Mana shu qo'chqor 65% dan kam qilsa, kommentariyaga blogerlik tasha deysizlar, men tashlab yuboraman blogerlik. 65% qiladi. Keyingi qo'tanimizga o'tamiz. Mana bular esa 57% dan 65% gacha go'sht qiladi. 85 mingdan 90 ming so'mgacha o'lchab ketaveringlar. Har doim aytganman, arriq 80 mingdan olgandan ko'ra go'sht foizli 4 kilo 5 kilo ziyod kelganini olsanglar, har doim kissalaringizga foyda. Biz yomon narsa tavsiya qilmaymiz, har doim zo'r narsani chiqaramiz. Kanalimiz shu uchun ochganmiz. Hozir yana keyingi 3-4 xo'ralarni ham ko'rsatamiz. Mana xo'ralarimiz juda ko'p, 100lab 200lab qo'y bor, shoshilinglar. 3,5 milliondan 11 million 12 milliongacha sotiladigan qo'chqorlar bor. Mana bunisiga o'taman endi. Kelinglar. Operator keling bu yoqqa. Yo bismillah. Mana shu qo'chqor agar 60% dan kam qilsa o'lchaysizlar живой весga. Shunday olib ketasizlar. Kommentga yozasizlar to'g'risini. Chiqmasa 60% shunday blogerlik tashlayman bugundan. Xullas do'stlar, arzoni faqat bizning kanalda bo'ladi va sifatli bizning kanalda bo'ladi. Pastdagi raqamlarga telefon qilinglar, kelishasizlar yana narxini.